Assalomu alaykum Shahnoz opa. Bugungi podkastimizga xush kelibsiz. Rahmat. Hozir endi bizga farzandingizni Biltinga qanaqa qilib olib kelgansiz, qayerdan topgansiz va farzandingizni qisqacha tanishtirib, shular haqida gapirib bersangiz. Beltinda men bu Instagram sahifalarida ko'rganman birinchi bor. Undan oldin bu yerga kelishimizdan oldin o'zimizning mahallada uchimlik sentrga berganman angliyskiga maktabdan chiqishidan oldin. Unda 6,5 yoshli edi. Ham pachimochga, ham angliyskiga o'sha til o'rgansin ertaroq, o'sha ertaga maktabga chiqqanda qiynalmasin, o'sha do'stlarning orasida, tengqurlar orasida o'zini erkin fikri bo'lsin deb maqsadda bergandim. Bordi bolam angliyskiga, pachimochkani yaxshi o'zlashtirdi. Angliyskiga ham bordi, qiziqib, o'z xohishi bilan bordi. Beraman, bersam, borasanmi desam, ha dedi, olib bordim. Darslarni qilib keldi o'z vaqtida. Keyin bir kun so'radim. O'qituvching yaxshi dars o'tadimi, seni urishmaydimi desam, keyin boshqacha bo'lib qoldi o'zi. O'g'lim bor, farzandingiz ko'zdan bilasiz o'zini. Keyin oyi sizga bir nima aytsam xafa bo'lmaysizmi dedi. Yo, nima bo'ldi desam, men dedi dars dedi adashib qolsam dedi, noto'g'ri aytsam dedi, ustozim dedi, lineyka bilan dedi uradi meni dedi. Qaytingdan uradi desam, yelkamdan dedi, mamna qilib uradi dedi. Keyin o'zim hayron bo'ldim. Edi hali maktabga chiqmagan bola, yozishni bilmaydi, даже ruchka ham ushlashni bilmaydi-yu bola. Keyin shu bilan o'zi keyin bormayman. Men bunaqa o'qituvchiga o'z xohishi bilan qildi. Bormayman dedi. Keyin men ham bunga qilolmadim, majburlamadim lekin. Keyin keyin pachimochkasiga bordi, keyin ustozini o'zi bilan uchrashaman deb borib gapirmoqchi bo'ldim. Endi shu bolani ham shunaqa o'qitadimi, o'rgatadimi, bu hali maktabga chiqmagan bola bo'lsa, bu yaxshi emas bu ishingiz. Deb bir-ikki bordim, lekin o'qituvchisini topa olmadim. Shu bilan keyin bormadi. Shu pachimochkan o'ziga boraverdi. Keyin o'sha internet sahifalarida ko'rib qoldim, shu Beltinni. Keyin o'g'limni chaqirdim. Keyin Asror dedim. Keyin mana bu yerda yangi ochilibdi, borasanmi dedim. Keyin o'zi ko'rdi. Ko'rdi, ham boraman dedi. Ustozlari dedi, meni dedi urmaydi. Meni ustozimga o'shqab dedi. Yo'q, urmaydi. Qani borib ko'rchi, probnik darsinglarni itda birinchi kun probnik darsinglarda bitgansizlar-ku. Shunaqa ekan, agar yo'qsa borasan, agar yo'qmasa bormaysan dedim. O'sha telefon qildim, sizlar administratorlaringga telefon qildim. Keyin o'sha qabulga yozishdi. O'sha kuniga bordik, kirdi o'sha darsga, probnik darsinglarga. Xursand bo'lib chiqdi, ko'zi yonib. Oyi zo'r, men kelaman deb aytdi. Keyin kelaman degandan keyin o'sha sizlar bilan shartnoma tuzdik. Shu tariqa kelishni boshladi. Hozirgi kunda yaxshi bolam, farzandim. Necha yoshida kelganlarida? Men 1-sinfga chiqqan, 7 yoshida kelgan. O'sha fevralda ochilgan bo'lsa-lar, o'sha fevralda boshlab mana hozir. Harf tanirmidilar? Harf zo'r tanimasdi lekin. To'g'risi, tanimasdi harflarni. Yozishni ham bilmasdi endi. Endi russkiy harflarni biladi, rus bog'chaga borgan uchun, lekin angliyskiyda bilmasdi. O'sha noldan o'rgandi. U endi masalan o'sha jarayonda qanaqa bo'ldi? Masalan 1,5 soatlik yoki 1 soatlik darslardan keyin bu yoqda ingliz tili bizada 2,5 soat ko'plik qilmadimi, charchab qolmadimi farzandingiz? Buni qanaqa qabul qildi? O'zi endi sizlarning metodikalarini ham bilmadim. Endi asosiysi o'sha atmosfera, o'sha bir qiziqarli dars o'tishinglar, menimcha bolalarni bir o'zingizlarga yosh qanaqadir bir xususiyatlaring bordir deb dars o'tish metodikalari. Lekin charchadim deb aytmadi, lekin har safar o'sha maktabdan keladi, ertalab 8:30 da chiqib ketsa, 4 da keladi, kiyimini alishtirib, choy ham ichmaydi bolam. Och-nahor keladi, yugurgilab bugun angliyskiyim bor. O'zi ertalabdan oy bugun angliyskiyim boradi. Xursand bo'lib keladi o'zi. Tanaffusda keyin nimadir yeb oladi. Tanaffusda yeb oladi bu narsa. Charchadim, bor. Yo'q, unaqa narsa aytmaydi. Demak, energiyaga to'lib keladi. So'ng dars qilmagan vaqtlari ham, sizlar boshqa o'sha mana birinchi ustoz o'rgan, o'sha dars qilmasa yo'q, aytolmasa, o'zlashtirolmay aytolmasa, lekin sizlarda yo'q, unaqa emas. Sizlarda o'sha bola o'sha o'zlashtira olmadimi, to o'sha gruppadagi hamma bola o'zlashtirguncha o'sha narsani sizlar qiytib o'tirar ekansizlar. Mana sharaflari ham yo'qdi menga. Demak, o'zi maqsadimiz ham mana shu narsa bo'lgan-da. Bizda o'zi metodimizni asosiy bolalarga masalan ishlatadigan metodimizda o'zi O'zbekistonda yagona bo'lgan 3 bosqichli tizim asosida biz bolalarni o'qitamiz va dunyoga eng mashhur bo'lgan, eng zo'r texnikalarni ishlatamiz, eng zo'r bolalar uchun ishlab beradigan metodlardan foydalanamiz. Xususan masalan Montessori metodi haqida gapiradigan bo'lsak, bola bunda faqat ilmiy o'rganavermaydi, grammatika, boshqa narsa bo'lavermaydi. Buning
ichida masalan o'zi masalan qilib ko'rib o'sha narsani o'rganadi. Masalan, ovqatlar deymiz, mana burgerni tayyorlaymiz, boshqacha har xil ovqatlar tayyorlaymiz yoki bo'lmasam o'sha mevalar, boshqa narsalar nimani o'tsa ushlab ko'rib, hidini ko'rib yoki narsalarni ta'mini ko'rib, u jarayon haqiqiy o'sha atmosferani hosil qilib beradi. Bolada o'zida qiziqish uyg'otadi. Yoki bo'lmasam o'qishni ham sirazi o'qib ketmaydi. O'zi demak o'zini qoidalari bilan fonetika demak o'zingizlar ko'rgansizlar, mana pog'ona chiqib. Demak qiyindan sekin, demak osondan sekin qiyinlashishga borganda, masalan bir xillarda bolani sirazi masalan qiyin ichiga tushib qoladi, bola qilgisi kelmaydi. Osondan demak o'sha pog'onama ko'tarilgandan keyin bolani natijasi ham zo'r bo'ladi. Masalan o'zida bormayman yoki bo'lmasam degan xohish bo'lmaydi. Menga qiyinlik qilyapti degan narsa bo'lmaydi. O'zi xohlab o'sha narsani qilishni boshlaydi. O'zi bolalarga ham eng asosiy narsa berish kerak bo'lgan narsa mavzularni, demak masalan bizda 3 xil dars bo'ladigan bo'lsa, har bittasini asosiy mavzusi demak bitta bo'ladi. Masalan speaking bilan general, masalan bu yoqda lug'atlarni o'rgansa, bu yoqda o'sha so'zlardan foydalanib endi speaking qiladi, to'g'rimi? Demak o'shalarning hammasini birgalikda olib borsa bolaga qiyinlik qilmaydi, chunki bu yoqdagi so'zni bu yoqda ishlata oladi. Endi o'sha hayotga tatbiq qilib o'zi hayotda ishlatishni o'rganadi. Shuning uchun hammasini bir-biriga bog'liq tarzda o'tsa, bola ham o'zida ham charchoq his qilmaydi, demak ham qiziqish paydo bo'ladi, ham energiyaga to'ladi. Uning ichida masalan qiziqarli o'yinlar tashkil qilamiz. Demak o'zi misol uchun bola zerikib, charchab qolmasligi uchun shunaqa masalan bola maktabda mana kunim bilan yuradi, deysiz, kunim bilan yurib keladigan bolalar ko'p-da bizda. Uyqusi kelib qolishi bor, ularni uyg'otib olish uchun demak qanaqadir aktivitelar tashkil qilinadi. Kirgan zahoti dars yoki boshqa narsa boshlab ketilmaydi-da, har xil warm up aktivitelar qilinadi. Bu o'sha bolani uyg'otib olish uchun. Darsga demak bitta uyqusi kelganda qanaqadir bola baribir charchagandan keyin o'zini kimdir holsiz his qiladi, boshqa bo'ladi-yu. Bitta qiziqtirib olish uchun albatta shunaqa aktivitelar, eng zo'r texnikalardan foydalanib boramiz. O'sha iloji boricha bolalarni demak charchatib qo'ymaslik uchun, bezdirib qo'ymaslik uchun va aytganimizdek bola o'ynab turib ingliz tilini o'rganadi. Xuddi shunaqa. Biltinni demak olib keldik, sizga aynan qaysi tomoni yoqdi? Menga birinchi o'rinda o'sha o'qituvchilarni, o'shani bolalarni o'zini kelib chiqishidan, o'zini har bir bola o'ziga psixologiyasi bor, o'zini individual yo'nalishi kerak. O'sha bolalarni o'zini o'zlashtirishga qarab, yoshiga qarab, o'sha dars o'tishlari, o'sha qiziqarli, o'sha amaliy, o'sha multiklar yoki o'sha qo'shiqlar orqali dars berishlari menga juda yoqdi. Demak, qo'shiqlarni ham shunchaki qo'yib berilmaydi. Albatta ularning ma'nosi, u o'sha qo'shiqdagi so'zlarni keyin speakingda qo'llash o'rgatiladi. Va bola qo'shig'i demak prosta eshitib emas, ma'nosini ham hammasini bilgan holatda, Mana o'zingiz ham so'rab ko'rganingizda masalan aytib beradimi uyda mana shu qo'shiqlarni? Aytib ber, hozirgacha biladi Asror. O'sha ko'rgandan biladi sirazi. Xo'p, demak o'sha farzandingizni nima uchun aynan shu yoshdan ingliz tilini o'rganishini xohladingiz? Masalan, bir xillar katta bo'lganda bersam ham bo'ladi deb aytishadi-ku. Endi sizga nima sabab bo'ldi shu kichkina yoshidan farzandingizga ingliz tili o'rgatishingizga? Tilni o'rgatish bu asosan bolamni erkin fikrlashi, do'stlarini orasida o'zini qanaqadir bir o'zini o'sha lider sifatida ko'rsatishi, o'sha mana kelajakda, masalan, hozir ko'chaga o'zim ko'p chiqaman, mana metrolarda yuraman, avtobuslarda yursam, o'zim ham bunda bolalar ham hammasi ingliz tilida gaplashadi-da. O'shanga qiziqib ham berdim. Meni ham farzandlarim mana shu bolalar qatori shu erkin muloqot qilish, erkin fikrlashni xohladim. O'sha kelajakda ham o'zi uchun. To'g'ri, demak ingliz tili nafaqat bu til emas, balki yangi do'stlar ochib fikrlashini, demak bolaning fikrlashini yana ham kengaytirib beradi, dunyo qarashini kengaytirib beradi. Aytganingizdek do'stlar orttiradi. Qanaqa Biltinda o'rtoqlari bilan munosabatlari, hammasi bir-biriga mehribonmi? Nima? Biltinda o'rtoqlar bilan rosa mehribon. Mana sizlar mana bo'ldinglar-yu. Har xil vaziyat bo'lib qoladi, oilaviy sharoit, o'zgartirish vaqti kelib qolishi mumkin. Boshqa farzandim bu ingliz tilidan tashqari matematikaga boradi, karatega boradi. O'sha vaqtini o'sha bir xil boshda o'sha qo'yganimizda etib to'g'ri kelmagan vaqti ham bo'lib qoldi. O'shanda sani boshqa smenga o'tkazamizmi desam, yo'q deb turib oldi. Men o'zimdan boshqa gruppadan boshqaga o'tmayman, o'zim gruppamda boraman deb. Hozir mana shu kelgandan beri 2 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu o'rtoqlari bilan bitta gruppada hammasi.
opa singilga uka deb bo'lib o'rganishyapti hammalari yaxshi. Demak, endi mana farzandingiz kelayotganiga 2 yil bo'ladi yaqinda. 2 yil bo'ladi fevralda 2 yil bo'ladi. Demak, mana shu vaqt oralig'ida farzandingizda qanaqa o'zgarishlar sezdingiz va bu o'zgarishlar sizni qoniqtirdimi? O'zgarishlar rosa zo'r, katta o'zgarishlar. Endi buni o'zgarishini men o'zim endi biz o'zimiz oilada angliyskini bilmaganimiz uchun o'zimiz ham bilmasdik bu daraja o'zgarishini. Men darsdan chiqamiz u bu farzandim katta amakalari olib ketadi deb bizdan darsdan. O'sha darsdan chiqqandan keyin o'sha mulla akamlar so'radilar, "Asror, bugun nima dars o'tding?" dedilar. O'sha darsinglarni keyin yo'lda mulla akamlar tushunishadi, angliyskini bilishadi. Yo'lda tushuntirib gapirib ketadi. Endi shundan bilaman, yaxshiligini. Kecha yaqinda ham bir hayotimda bir bo'lgan voqea, kichkina amakalari o'g'limi chetda o'qiydi-da, student. Keyin angliyski qanaqa bo'lyapti, yaxshimi? Keyin gaplashamizmi deb aytdi. Men endi o'zim oldida gaplashmagan uchun bilmasdim, lekin o'sha telefonda bemalol muloqot qildi angliyskida, speaking. bemalol gaplashdi, o'zi ham gap qaytardan o'qilib. Keyin o'zim ichimdan lekin xursand bo'ldim. Bir ichimda qildim. Endi shuncha bilan doda buvilari shuncha pul berib, endi osonlikcha emas til o'rgatish bolalarga. Endi bu birinchi tomonlama oilaviy finansiy tarafga ham bog'liq, bu mablag'iga ham. O'shanga yarasha endi bu doda buvilar deb pul berishyapti. Endi hozir gaplashalarmi? Ichimda o'yladim to'g'ri. Agar hozir gaplashib olmasa, keyin siz buni qayerga bergansiz? Yaxshi o'rganmabdi-yu, mana o'zi ancha bo'ldi borganiga deb aytadim, ichimda o'tdi lekin. Lekin gaplashib bo'ldi. Keyin o'zim xursand bo'ldim. Keyin qaynukamlar ham, o'sha amakalari ham kinai zo'r va 90% dedi, zo'r gaplashyapti. Darsda davom etaversan. 3-sinf. 3-sinf hozir bemalol erkin muloqot qila oladi angliyskida. Maktabida qanaqa o'rtoqlar orasida ajralib turadi? Angliyskidan o'sha mana angliyskiga kelgandan beri polni 5 bahosi. Keyin o'qituvchisi ham uni yoniga partaga o'qiltirib olib Google переводчик deb nom qo'yib olishgan ekan. Hozir deydi sinfda deydi angliz kontrolniy rabotami deydi. Nima bo'lsa deydi, hamma asror deb aytadi deydi. Sinfda ham birinchi o'rinda angliyskida. O'zi ham xursand. Demak, shunaqa yutuqlari bardavom bo'lsin. Rahmat. Xudo xohlasa mana o'zimizdan chiqib ketayotganda yuqori darajadagi IELTS'larni qo'lga kiritib, erta yoshdan Xudo xohlasa o'g'lingiz mana 5-sinfgacha 5-sinfda IELTS oladilar. Shu ketishlari bo'lsa, o'zlarini ham tirishqoq juda ham aytganingizdek energiyaga juda ham to'la. Masalan, darsdan aytasiz-ku, masalan, oson emas. O'zi masalan boshqa rayondan kelasiz. Demak, kelib kuni bilan darsda bo'lib, yana bu yoqda o'qib, 7:30gacha masalan 2,5 soat darsda baribir bola jismonan ham charchaydi maktabda. O'zini ham demak harakatlari bor. Demak, o'sha narsalar ham juda ham katta rol o'ynaydi va eng asosiysi o'sha oilaviy muhit va oilada ham ota-ona o'sha yordam berib turishi ham juda ham katta rol o'ynaydi. Masalan, mana uyga vazifani tashiymiz, tushuntirib boshqa qilamiz, to'g'rimi? 1-12gacha dars qilgan vaqtimiz bo'lgan. Masalan, birga o'tirib qildirasizmi? Endi men o'zim 100% tushunmasam ham, lekin yonida o'tiraman, lekin o'sha masalan galas oila endi ruskiy sinfga borgani uchun bir xil o'zbekcha so'zinglarni tushunmaydi-da, o'g'lim, to'g'risi. O'shanga endi ruskiyda ham gapirishsin deb qo'yadi. O'shanga keyin men o'zimizda tilda keyin unga tushuntirganimdan keyin tushunadi-da, qiladi. Lekin o'zim to'g'risi angliyskini undoq zo'r bilmayman. O'sha sizlarni o'sha gapirishinglarni men bundan keyin men buni qilar ekansan degandan keyin o'zi tushunib qiladi. Demak, o'sha har safar o'sha lekin lug'atlari berilganda ruscha, o'zbekcha beriladi. Demak, lekin xohlasa inglizchasiga javob berar, o'zbekchasiga xohlasa rus tilida javob beradi. Demak, o'ziga udobniy tilda bola o'rgangan, o'ziga udobniy tilda javob bergan ma'qul. Ingliz tilini o'rganishni boshlagandan keyin o'zida, masalan, shaxsiyatida qanaqa o'zgarishlar sezdingiz? O'zini shaxsiyatida, masalan, men o'zimga gapirsa, angliyskida bir nimalarni gapiradi. Keyin o'sha o'zimga tanish so'zlarni eshitaman, baribir eshitasiz-ku, kundalik hayotda eshitgan. O'shandan eshitib, ha, shunaqa deyotgan ekan deb tanov qilaman. Keyin o'zini ham hayotida endi hozir endi kim bo'lishni tanlab bilmasdi. Endi hozir men angliyskini bilgani uchun men kelajak lyotchik bo'laman, samolyot haydayman. Angliyskini o'rganyapman-ku. Lyotchiklarga ham til bilish rosa muhim, kerakli kasb deb, xo'sh kasbni o'zi fikrlab aytyapti, ha. Kichkina farzandingizga ta'siri qanaqa bo'ldi?
kichkina Ular farzand ingliz tili o'rganayotgan. to'g'riroq kichkina farzandimni ham bermoqchi bo'ldim. Bundan 1 yil oldin shu akasiga 1 yil bo'lganda men ham bermoqchi bo'ldim. Keyin darsga olib keldik, lekin o'zini qanaqadir bir kichkinaligiga bordimi yo bir o'yin qaroqlik qildimi, keldik, keyin o'qimay, keyin bermadimki, hali bunga bor ekan deb. Keyin shu bilan mana oradan 1 yil o'tdi. Mana o'sha Asrorga bu yil 2 yil bo'lgan bo'lsa, mana bu yil Safiya singlisi 1-sinfga chiqdi, uni ham qo'ydim. O'sha akasidan ko'rib, u ham qiziqib keldi. Mening akajonimga o'xshab inglizchani o'rganaman deb keldi. Hozirda ham o'zgarishlar yaxshi, lekin unaqa qiynalgani yo'q. Nima deganda, akasidan u dars qilayotganlarida eshitgan u so'zlarini, harflarni, o'zi biladi ko'p narsani. Demak, ularga ham o'zi ta'sirini ko'rsatdi. Juda ham yaxshi. Ilmlari ziyoda bo'lsin, Alloh bardom qilsin, natijalar har doim sizlarni xursand qilsin. Bizning eng katta maqsadimiz ota-onalarimiz ham xursand bo'lsin. Farzandlarimiz ham demak mana shu Bilton o'quv markazida o'qish jarayonida har tomonlama ham fikrlashi, ham demak o'rganayotgan til borasida, ham shaxsiyati jihatdan, ham muomala jihatdan har tomonlama o'sha yetuk bo'lishni biz oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. O'sha kichkina farzandini ingliz tiliga berishi xohlayotgan ota-onalarga qanaqa maslahat bergan bo'larsiz? Ingliz tiliga misol uchun ota-onalar o'ylashi mumkin, bolam eplab ketavermagan, eplab ketolmaysmikan deb o'ylashadi, lekin lekin qo'rqish kerak emas, berish kerak. Bersa yaxshi ekan bola, o'sha har taraflama o'zini nutqida ham, o'sha tengqurlari orasida ham, oilada ham har tomonlama kelajakda o'z o'rnini topishga ham katta rol o'ynar ekan. Berish kerak. Demak, mana masalan, aytdik, hozir qo'liga qanaqa kitob tushsa ham farzandingiz o'qib, bemalol misol uchun to'g'ri talaffuz qilib, ana shu o'sha fonetika darslarini ham foydasi bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz? O'zingiz ham masalan baribir ko'rasiz yoki kimlargadir tekshirtiradi, ko'pchilik ota-onalar sizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi? Kecha ham yaqinda ham taksida ketdik. Taksida endi ko'chada o'zi afishalar hamma narsa anglizkida, anglizki, russkiy ketyapti. O'sha Asror bemalol o'qib, tarjima qilib ketdi-da. Keyin haydovchi so'radi-ku, shofyor, anglizkini bilasanmi dedi. Keyin shu yerga boraman dedi. Keyin o'sha haydovchi ham o'z-mo'z xabar bor ekanmi? Keyin Asror bilan gaplashib ketdi anglizkida. Keyin 3-sinfsan deb so'radi. 3-sinfman dedi, lekin zo'r 3-sinfga deb gapirdi keyin. Demak, yoshiga nisbatan natijalar bor. Yaxshi. Rahmat sizga kattakon, farzandingizda ilmlariga ilm qo'shilsin, davomli bo'lsin. Alloh hamisha sizlarni ham, farzandlaringlarni ham o'zi qo'llasin. Bilimlarini yanada mukammallashtirib, bizdan o'sha ketayotganda eng katta ballarni ayolsizdan qo'lga kiritib ketishlarini tilab qolamiz. Sizlarga ham rahmat, ishlaringga omad, rivoj tilayman.